Men to'g'risi bunaqa proyektni ko'rmagan edim, qadrdonlar. Videoni o'tkazib yubormasdan, shoshilmasdan ko'rib turinglar. Uyimizning narxi ham va interyer, eksteryerda qilingan ishlar ham aniq sizlarni qiziqtira oladi. 2 sotuvli yer maydoniga qurilgan mana shu yangi patkulch uyi bugun sizlar bilan birgalikda har doimgidek kiraverishdan boshlab ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib razmerlarini aytib o'taman. Yer maydoni kengligi 8 metr ekan, uzunligi 24 metr. Xo'p, bu yoqdan uyimizga asosiy kiraverish eshigi, kirganimizda o'ng tarafda bir kompaktni shinamgina yozgi oshxonani ko'ramiz. 3 kilolik bu yoqda qozon, bu yoqda 5-6 kilolik qozon, o'rtada barbekyu zonalari. Endi menga alohida ahamiyat beringlar. Okam qanaqa mehrni berganlar. Bu yoqda qo'l yuvish uchun rakvinalar, oynalar, hamma narsaga nuqta virguligacha yondoshibdilar. Bitta mashina qo'yish uchun bu yoqda garaj, avtomatik ochilib yopiluvchi darvoza, mana o'rtadagi kafil bor-ku, fosfor ekanda, chiroqni o'chirganda yonib turar ekan. Bu yoqda to'yda gullar, ayniqsa men o'tiradigan joyiga maza qildim. Kenaya amaqim bilan o'tirib, choy ichib, nevaralar bilan o'ynab, boshqacha bo'lsa kerak. Mana shunaqa yangi uy olish niyat qilganlar, videoga bitta like bosib qo'yasizlar. Endi binoni ichiga kirib interyerini ko'ramiz. Bino 2 qavatli ko'rib turganinglardek, umumiy hisobda yer to'lasi bilan hisoblaganimizda 280 kvadrat metr kattalikda oshxonani tegi kattagina yer to'la qilingan, to'rga 4,5 metr kattalikda. Uyimizning isitish tizimlari ham mana shu yerda joylashtirilgan. Keyin mana bu narsa qolib ketibdi. Bitta tualet bor bu yoqda. Mana shuni ham bitta ko'rsatib ketaylik. Hovliga baribir kerak bitta hojatxona, dekorativni daraxtlar, gullar, qo'shimcha mana bunaqa dachni o'tiriladigan kachelilar. Endi ichkariga marhamat. Uy qurgan akalarimiz bilan 1-2 soat gaplashdim-da. Aka, nimaga bunaqa ranglardan tanlagansiz desam, men boshqa quruvchilarga o'xshab bir xil narsa qilishni xohlamayman. Sal ajralib turish kerak, yengillik qilish kerak, noodatiy narsa qilish kerak deb menga o'zlarining fikrlarini yetkazdilar. Binoga kirib kelganimizda biz mana shunaqa divanli zonani ko'ramiz. Yumshoq gilamli, juda ham chiroyli, mos bo'lib turibdi. Shaxsan mening fikrim bu, katta konditsionerlar qo'yilgan. Endi bu taraflarni qaranglar. To'yda mana bunaqa dekorativni daraxtlar va bu yoqda kattagina televizor. Maza qilib oilaviy futbol ko'rib o'tirasizlar. Mana bunaqa dekor elementlaridan foydalanilgan domofonlar, uyimizda kamera, Wi-Fi, xullas shunday kiyim bilan kelinadi, yashaladi. Birinchi ko'radigan xonamiz bu mana marhamat, ayollarimiz uchun mo'ljallangan oshxona bo'ladi. Hamma mebel texnikalari eng sifatli brendlardan qo'yilgan ekan. Pardalarga ahamiyat berasizlar. 6 kishilik stul mana bunaqa gullarigacha olib kelib qo'yibdilar-yu. Bu yoqda bo'lsa juda ham chiroyli bir yorqin kartina, biralar, tepadagi lyustralarni qaranglar. Uyimizning patolog balandligi hozirgi holati 3,5 ekan. To'sin 3,70 ga tashalgan ekan. Endi davom etamiz. Kelinglar, mehmonxonani ko'ringlar lekin. Va, bu boshqachasi, bu boshqacha. Marhamat. Kattagina keng. Bu bizning birinchi mehmonxonamiz bo'ladi. Ikkita mehmonxona uyimizda, ayollar uchun alohida, erkaklar uchun alohida. Aynan bunisi ayollar uchun mo'ljallangan ekan. Juda ham bir yorqin va mana bu yoqda qanaqadir hashamatni beradigan rangda, mana bu to'q balotoviy ayollarga yoqadigan mana bunaqa tilla dekor elementlar, biralar, lyustralar, qo'shimcha aksessuar, tumbalar, stullarda shunaqa tilla elementlar, televizorlar hammasi salafanida yangi turibdi-da. Endi davom etamiz. Kelinglar. Birinchi qavatimizda marhamat tilla elementlari bilan boyitilgan umumiy yuvinish xonasi, hojatxonalarni ko'rasizlar. Buni yonginasida bo'lsa yotoqxona. Bu yotoqxonaning o'ziga xosligi, qaranglar, bu yoq taraf devor boshqa rang, bu yoq taraf umuman boshqa yorqin, pushti rang. Gap bo'lishi mumkin emas. Men to'g'risi sharhlab qiynalib ketyapman-da. Uy juda ham noodatiy, lekin menga yoqyapti. Sizlarning fikringlar qanaqa, izohlarda yozib qoldiringlar. Uyimizning orqa tarafida ham shunaqa joy qilingan-da. Mana stullarga qaranglar. Nima bu, a? Okam shunaqa darajada ham mehr beradilarmi? Men bitta o'tirib, choy-poylarni ichib, kenayim bilan tinch bo'lsin deb o'tiriladigan joy qilib qo'yilgan ekan, lekin gap bo'lishi mumkin emas. Mana shunaqa yangi uy olishni niyat qilganlar, like bosib qo'yasizlar. Ikkinchi qavatga chiqayotganimizda bizani mana shunaqa katta lyustra va devorga o'rnatilgan katta dekorativni oyna kutib oladi. O'ng tarafdan endi bu yoqdagi xonalarni ko'rishni davom etamiz. Bu boya aytganimdek ikkinchi mehmonxona. Bu yoq tarafdagi kartinalarni qaranglar, ranglarni qaranglar, to'q jigar rangda, bu yoq och rangdan foydalanilgan. Gap bo'lishi mumkin emas. Stullar qora rangdan foydalanilgan. Bu endi erkaklar uchun
mehmonxona qilib akamizni plan qilgan ekanlar. Bu yoqda ham televizorlar va tumbalarni ham bunaqa mebellarni qorasidan mana bunaqa noodatiy qanaqadir aksessuar elementlari просто wow de. Buni yonidagi xona marhamat. Bu ota-onalar uchun mo'ljallangan asosiy yotoqxonalardan bittasi. Bu yoqda ham katta biz garderobini ko'ramiz. Kravatlari, tumbalari, mana joyi menga yoqdi. Mana qarang. Rolexlarni, ochkilarni, takoy qanaqadir aksessuarlarni qo'yib qo'ysangiz, usti oynali, mana bu joylari yonadi. Bu yotoqxonamizning ichida o'zini sanuzli bor. Mana shu sanuzli razmerini aytaman. Kengligi 80 ekan, uzunligi 2 metr. 80 ga 2 tushgan ekan. Qaranglar, unitaz bor, vishilkalar bor, dush bor. Dushni ham tagida trap qilingan va bu yoqda qo'shimcha rakvina. Hamma sharoitlarni akam sig'dirgan ekanlar-da. 2 sotuvga qurilgan uy, eslatib o'taman. Endi buni yonidagi umumiy ikkinchi qavatimiz uchun yuvinishxona, hojatxonalari bo'lsa, bu yoqda mana marhamat bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Ko'ringlar ranglarni, pardalarning rangini qaranglar. Bu yoqda gellikki kartinalarni qo'yib qo'yishgan, ikkita kravat, bu yoqda garderobi, gilamlarni ham ko'rsatib ketinglar. Har bitta xonani o'zini dizayni bor-da. Mana shu hamma dizaynlarni uy qurgan akamizni shaxsan o'zlari bitta qilgan ekanlar. Bu yoqda yana bitta xonamiz. Bu ham endi asosan shu bolalar uchun mo'ljallangan ekan. Bu yoqda ham bunaqa Qur'on oyatlari yozilgan. Gilamda mana shu narsalar yozilgan. Juda ham chiroyli ramkalarga solib, moslashtirib, xullas, bu yoqni ham o'ziga xos dizayn qilgan ekanlar. Bu yerda endi bitta kravat, bitta garderob qo'yib qo'yilgan. Va akkuratni bu yoqda pardalar qilingan. Endi kelinglar, balkonga chiqamiz. Balkondagi lyustralarni bitta ko'rsanglar, oyog'imiz tegini ko'rsanglar, yumshoq gilamlar. Endi hovlini tepadan bitta ko'rsatamiz. Yon atrofdagi uylarni ham ko'rsataylik. Endi hozir kech tushib qoldi. Bu uyimizning manzili Uchqahramon postidan 6 kilometr kirganimizda Hoji ota mahallasida bo'lyapti. Akamiz $198 ming so'rayaptilar. Agar tepasida naqd pul bilan kelsanglar, albatta kelishiladigan joylar bo'ladi. Har doimgidek quruvchilarning nomeri opisaniyada aloqaga chiqarasizlar. Bu videoni mana shunaqa tayyor uy qidirayotgan qadrdoningizga tashab qo'ying, foydali bo'ladi.